Tezkor xabar: ob-havoda keskin o'zgarish. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zgidromet 17 dekabr uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Mamlakatning katta qismida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shuningdek, Toshkent shahrida vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Qoraqalpog'iston hamda Xorazmda yog'ingarchilik kutilmaydi. Tuman tushish ehtimoli mavjud. Harorat kechasi 3-8 daraja iliqni, kunduz kunlari esa 0-5 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro hamda Navoiyda ham yomg'ir yog'ishi kutilmaydi, lekin tuman tushish ehtimoli bor. Kechasi 0-5 daraja, kunduzi esa 5-10 daraja iliq atrofida bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzaxda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliqni, kunduzi esa 2-7 daraja iliqni tashkil etadi. Qashqadaryo hamda Surxondaryoda yomg'ir yog'adi. Kechasi 3-8 daraja, kunduzi esa 8-13 daraja iliq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'onada yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi esa 5-10 daraja iliq atrofida bo'ladi. Tog'li hududlarda yomg'ir qorga aylanishi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda qor ko'chish xavfi e'lon qilingan. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi esa 0-5 daraja iliqni tashkil etadi.